Hoji aka, bosib yuboradigan xonasi bitta Malibu Premier'da olib, shaharda o'qib yursiz, bunaqasi bor-ku, kamdan kam uchraydi aka. Malibu ishqibozlari buni biladi, Malibu qanaqaligini. Siz o'ylayotgan bunaqa 2.4 yo 1.5 atmosfera Malibu qilingan, Premier qilingan bas. Tayyor Premier pozitsiyasidan topib, 2022-yil kraskalari avsatni toza, mashinani holati haqiqatan idealni. Oladilar, minadilar degan joyi. Jiyanlar jentrada yurganda Hoji aka bitta Malibu Premier'da o'zi shaharda o'qib yursa nima etsin? Bitta like bosib qo'ying, sizlarga yana ma'lumotni aytib o'taman. 4 ta yaxshi baloni bor ekan, Largo balonlari. Undan tashqari 4 ta deyaptilar, Merz Amazatr qadab berganman deyapti. Holat idealni. Mashina orqasida propan gaz balonlar. Hattoki salonlarda qirilgan, shilingan joylari yo'q ekan. Holati idealni. 90 ming kilometr bosib o'tgan deyaptilar. Haqiqatan stansiyasi zo'r. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi arzon, tonirovka ruxsatnomalarigacha bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 25.200 ga beraman dedi. Aka qimmatsam, siz obunachilaringiz kelsin 25 mingga beraman deyapti. Pastda telefon nomer qoldiraman. Aloqaga chiqsa, like bosib mutlaqo bepul like bosib obuna bo'lsangiz, sog' bo'linglar.